Oilada hali ham mash toshlarni qo'lda yoki pinsetda terib yurganlar bormi? Shular uchun alohida video qilamiz. Sizlar uchun foydali bo'ladi. Bizda buning uchun zo'r yechim bor. Hozir videoni oxirigacha ko'ringlar, ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingizda 10-razmer Swarovski, 16-razmer Swarovski. Mana kurjuva. Mana bu kleyni olasizlar. Mana shu kurjuvaga tosh bilan bezak bermoqchisizlar. Mana shu kleyni atrofiga surib olasizlar-da. Mana shu qalam kelgan, mana shuni obzorini qilamiz sizlarga. Mana shuni olasizlar-da, mana uchini ochib olib, bemalol mazaq teraverasizlar. Mana ko'rasizlar, keyin surasizlar, ham qo'yasizlar. Yana kerakligi razmeri yana olasizlar, ham qo'yib oson teraverasizlar. Bu ishlarni tez va oson terishlarga yordam beradi. Bu narsani anchadan beri ishlatib kelayotganlar bor oringlarda, shulardan fikringlarni kommentda kutamiz. Ikkida Instagramda videolarda ko'rgansizlar mana shu qalamni ochib olib mazaq qilib ishlashayotganligini. Qidirib yurgan bo'lsanglar, mana bizga sotuvga keldi. Mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan do'stinglarga mana shu videoni jo'natib qo'ysanglar, unga foyda bo'ladi, sizlardan xursand bo'lib yuradi. Narxi keladigan bo'lsa, atiga 5000 so'm.